kambag'al bo'lsa zo'r ekan deymiz. Lekin mana shu masala fakt keltirib beraman. Kambag'alni zo'r odamni ko'rganmisiz? Men shaxsan o'zim hayotimda nimagadir boylarni ko'proq xushchaqchaq, veselый, negativni emas, pozitivni ko'raman. Потому что ular boy. Ular уже bilimlari bor. Ular asablari joyida. Ular dunyoqarashi boshqacha. Kambag'al esa u yetishmovchilikdan depressiyaga tushadi. U sag'ri ko'tariladi, u stressga tushadi. U уже ko'rsang yo'qda unda yetkazolmayapti-da u. Keyin unga bir gapgami, bir to'ydami, bittasiga bir nima deb qolsang, atatata desa, men baqiryapti sen. Indama. O'zi anaqa asabiylashib yuribdi. Mana shunaqa bilasan-ku yetkazolmayapti. Bolasi mana shunaqa kasaka kirib ketdi yoki mashinasini uryapti, o'zi kreditga olganda, qarshi yo'qchilik tegdi. Keyin o'ylaysan, menda nima edi? Menga zahar sochadi bu deysan. U kambag'al, u multfilmda edi, yaxshi kambag'allar mana shunaqa. Hozirgi kambag'allar mana shunaqasiga qolgan holatda unda yo'qda. U hayotdan xafa, u prezidentdan xafa, u Allohdan xafa, u hammadan xafada insonga zaharni sochadi. Hozirgi kambag'al rolidagi odamlar naborot hammasi zahar.